sizlar bilan Afrika materikining relyefi va foydali qazilmalari haqida gaplashamiz. Afrika materiki boshqa materiklardan farq qiluvchi xususiyati nimadan iborat desangiz, Afrika materikining asosiy xususiyati shundan iboratki, buning relyefi ham o'ziga xos qismlarga bo'linib o'tiladi. Ya'ni Afrika materikining Efiopiya va Angola yo'nalishi bo'ylab shunday chiziqni o'tkazamiz. Bundan demak janubiy sharqiy qismlari baland Afrika, bu qismlar esa past Afrika deb ataladi. Ular oralig'idagi chegara Angola, Efiopiya bo'ylab 1000 metr farq qiladi. Past Afrika 1000 metrdan past, baland Afrika esa 1000 metrdan baland qismlarni o'z ichiga oladi. Endi past Afrikada ham tog'lar joylashgan hisoblanadi. Mana misol uchun Atlas tog'liklari, Afrika materikining Atlas tog'liklari demak shimoliy g'arbiy qismiga kiradi. Shimoliy g'arbiy qismida joylashgan tog' hisoblanadi. Buning eng baland joyi mana Tubkal cho'qqisi. 4000 demak 165 metrni tashkil qiladi. 4165 metr balandda Atlas tog'liklarida Tubkal cho'qqisi joylashgan. Undan tashqari dunyodagi eng yirik cho'l Sahroi Kabr cho'li aynan mana shu Afrikada joylashgan hisoblanadi. Maydonining kattaligi jihatidan taqqoslaydigan bo'lsak, Avstraliya materikidan katta. Ya'ni 7,8 million kilometr masofaga cho'zilgan hisoblanadi. Sahroi Kabr cho'lida mana bu yerda demak tog'larimiz bor. Axagar 2968, 2918 Tibesti tog'liklari bor. Demak 3415, undan tashqari Darfur tog'i bor. 3088 metr balandliklarga ega hisoblanadi. Demak, past Afrika mana shunday xususiyatlarga ega. Undan tashqari mana bu yerda Numibiya, demak Numibiya degan cho'limiz bor va mana bu yerda Katara degan botig'imiz bor. -133 metrdan iborat. Endi baland Afrikaga to'xtaladigan bo'lsak, Afrika materikining janubiy sharqiy qismida joylashgan. Bu yerda ham mana bu yerda Assal degan ko'limiz mavjud. -153 metr pastda. Afrikaning eng past joyi hisoblanadi. Ya'ni mana shu joylarda demak Assal degan ko'limiz bor. Bu xaritamizda berilmagan, demak -153 metr pastda joylashgan hisoblanadi. Undan tashqari baland Afrikaning eng baland joyi, ya'ni Sharqiy Afrika yassi tog'ligi joylashgan. Sharqiy Afrika yassi tog'ligining demak eng baland joyi biz yaxshi bilgan Kilimanjaro vulqoni hisoblanadi. Balandligi 5895. Undan tashqari bu yerda Keniya degan botig'imiz joylashgan, 5199 metr balandlikka ega hisoblanadi. Bu Sharqiy Afrika yassi tog'ligi palaxsalanib ko'tarilgan gors va grabbenlardan iborat tog' hisoblanadi. Undan tashqari tog' jinslari boyagi cho'kkan joylari biz yaxshi bilamiz. Grabben, ko'tarilgan joylar gors deydi. Chuqur ko'llarimiz aynan mana shu grabbenlarda tashkil topgan hisoblanadi. Undan tashqari bu tog' magmatik va metamorfik tog' jinslaridan iborat. Ularning farqi nimada desangiz, magmatik tog' jinsi harorat va bosimga dosh beradi. Metamorfik tog' jinsi esa harorat va bosimga dosh bermaydigan tog' jinslari hisoblanadi. Sharqiy Afrika yassi tog'ligining shimoliy qismida Efiopiya tog'liklari joylashgan. Efiopiya tog'liklarining eng baland nuqtasi mana biz ko'rib turgan Ras Tashen cho'qqi hisoblanadi. Balandligi 4620 metr hisoblanadi. Demak, Afrika materikining janubiy qismlarida eng janubida joylashgan tog' bu Kap tog'liklari hisoblanadi. Materikning eng janubiy qismida DTM testlarimizda eng ko'p tushgan savollardan biri bu Kap tog'liklari joylashgan hisoblanadi. Undan tashqari materikning sharqiy qismida Drakon tog'liklari joylashgan hisoblanadi. Drakon tog'liklaridan boshlanib Atlantik okeaniga qulash daryomiz bu demak Oranj daryosi hisoblanadi. Demak, undan tashqari Afrika materikining sharqiy demak baland qismida cho'llarimiz joylashgan. Baland Afrikada bizga yaxshi ma'lum bo'lgan Kalahari cho'li va g'arbiy qismida Namib cho'llari joylashganini kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Namib cho'li Vilviche o'smigi bizga yaxshi ma'lum. Undan tashqari Afrika materikining sharqiy qismida dunyoga yaxshi ma'lum bo'lgan demak mashhur Afrika yer yorig'i joylashgan. Afrika yer yorig'ining demak boshlanish chegarasiga e'tibor beradigan bo'lsak, Afrika yer yorig'i bu yerda Akoba qo'ltig'idan, ya'ni mana shu hududlardan demak Akoba qo'ltig'idan aynan Zambezi daryosining quyi oqimigacha mana shu hududda demak 6500 kilometr masofada joylashgan hisoblanadi.
Mana shu hudud keyinchalik bizga yaxshi ma'lum bo'lgan Madagaskar oroli singari kelajakda Afrikadan ajrab ketishi mumkin. Ya'ni 6500 kilometr masofa uzoqlikdagi hudud vaqti kelib turib Afrikadan mana shu hududlarimiz ajrab ketishi mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari bu hududlarda Keniya, Kilimanjaro, Karisimba demak mashhur vulqonlarimiz aynan mana shu Afrika yer yorug'ida joylashgan. Eng yirik ko'llarimiz Tanganika, Nyassa ko'llari ham aynan mana shu Afrika yer yorug'ida joylashgan hisoblanar ekan. Afrika materigining relyef tuzilishdan tashqari bu materikning foydali qazilmaga ham boy materik hisoblanadi. Endi qadimgi davrlardan, mustamlakachilik davrlaridan ham asosiy foydali qazilmalari qazib tashlangandan tashqari, hozirgi kunda ham materikda foydali qazilmalarga boy hisoblanadi. Afrikaning shimoliy qismlari, ya'ni Liviya, Misr, Jazoir, endi asosan Liviya bilan Jazoir hududlari neft va gazga boy hisoblanadi. Undan tashqari mana bu yerda Gvineya qo'ltig'ida ham neftning yirik zaxiralari joylashgan hisoblanadi. Ya'ni Afrikaning cho'kindi tog' jinslarida neft va gaz foydali qazilmalari joylashgan hisoblanadi. Endi magmatik tog' jinslarining ko'pligi bu hududlarda demak rudali foydali qazilmaning ham ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi. Mashhur Kongo va Zambiya hududlarida mana shu hududlarda mis mintaqasining o'tganligini kuzatishimiz mumkin. Undan tashqari Afrikaning tog'liklarida aynan rudali foydali qazilmaga juda boy hisoblanadi. Endi Afrikaning Janubiy Afrika hududlarida aynan har xil turdagi foydali qazilmalarni uchratishimiz mumkin hisoblanar ekan. Ya'ni magmatik tog' jinsining ko'pligi bu yerda rudali foydali qazilmaning ko'p bo'lishiga sabab bo'lgan hisoblanadi.